Assalamu alaikum ekran aldidagi aziz ko'rmanlar. Yoshlar va da'vo programmamizda ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Arshid Nidiqut. Bugungi programmamizda Sharqiy Turkiston Yoshlar markazining mas'uli Abdusami Xotan qarindishimiz taklif qildik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qimmatli vaqtingizni chiqarib qatnashib berdingiz. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Men ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Hamma bilgandek biz shu yaqinda zahar changildan qutulgan yoshlar deb bir video tarqatgan edik. Shu vaqtida shu yoshlar markazidagi zaharga ko'nib qolgan bolalarningki, ya'ni zahar tashlash jarayonida tatgan qiyinchiliklari qanday bo'lib boshlab qolganligi degandek har xil savollarni qo'yib video ishlandik. Shu vaqtida shu yoshlar markazini biroz Abdusami qarindishimiz tushuntirgan bo'lganda, bugun mushay chaqirib kelib va uning boshqa qilayotgan xizmatlarining qanday bo'layotganligi va qanday qiyinchiliklarga uchrayotganligi ve o yaşlarımızın qanday bo'layotganligi to'g'risida bugun program qilish uchun bugun chaqirdik. Unda bo'lsa, sizin birinchi savoldan boshlab kelsam, bu yoshlar markazi to'g'risida biz siz oldin qitim azroq deb o'tgandingiz. Yana bir azroq deb o'tamsiz qisqartib yoshlar markazini. Bo'ladi. Oldi bilan bizni ekran oldida bizni ko'rayotgan hurmatli xalqimizga yoshlar markazining nomidan barliq qarindoshlarimizning nomidan Allah'ın salamını yollayman. Şunu bilen birge Yaşlar Merkezi'ninki faaliyetleri ve kuruluş nimeleri hakkında kısaca toxtulduğan bolsak, Yaşlar Merkezi 2021 yılı 1. ayının 18. günü Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi tarafından kurulgan. Kurulgan günden hazır kadar Yaşlar Merkezi'ninki mesulluk hizmetini ben özüm üstüge elip hizmet kılıp kilovatmen. Bu jarayonda dastlabda 2021 yillik planımız, yani bu 2019'un ahiri 2020'ninki içinde yüz bergen bazı vakalikler bo'lgan bo'ldi. Yani Türkiye İstanbul'da en çok Uygurlar yerleşken Sapaköy rayonunda şu Uygur balalarınki, yaşlarınki birbiri bilen uruşuş, jiddiy qilish degandek mushunda vaqalar sodir bo'lgan bo'ldi. Biz bu vaqalarga bu bolalarningki nim bo'lib mushunda holat kelib qolganligini tekshirish orqali bu bolalarga sahib chiqadigan bir organning bo'lmaganligi va bularga ota-onalik mehrininki yetkazilmaganligini o'ttirga qo'ydik. O'ttirga qo'ygandan keyin cho'nglar va bizningki Sharqi Turkiston Yangi Nesil Hareketi tashkilot a'zolari va idora hay'atining mansublari ciddi bir tutuş kılış arkalık, plan layihalaş arkalık 2021 yılı bir yıllık planını tüzüş arkalık bu ballarını hazır hizmet kılıvatkan yaşlar merkezimizge yığış arkalık bularga hizmet kılışını başlagan. Bularga hizmet kılışını başlagan deyken azgını, kıskıgını bir vakit içinde yaşlar merkezimizdeki planı boyunca hizmetler elip verilgan oldu. Kıskıgını vakit içinde cemiyetteki bu uruş, ceddiciden degandek şu inkaslarma asas tutugan bo'ldi ve yaşlarının arası da şu uruş, ceddiciden degandek işler asaslı tutugan bo'ldi. Yani 2021 yılı bir yıl içinde biz bularını teşkilat mensup qarindoshlarımızla birlikte tüketken bulduk. Yani inçikilep qarğandan keyin, yani endi nima ish qilamiz? Yani 2021 yılı bu bolalarni az köptür reddiga silib ishga urullashtirib qilib oldik. Ma'nodan keyin nima ish qilamiz deb qarasak, bu jamiyat u bolalar bilan emas ekan. Boshqa shu zaharlik chekimlikka ko'nib qolgan bolalarmi bor ekan. Biz 2022 yılı yıl 5'den başlap şu zaharlik chekimlikka ko'nib qolgan bolalarni bir-birlab chaqirib, akilib, paranglish orqali bularning irodasiga qarab turib bularga maxsus programma urullashtirgan bo'ldik yoshlar markazimiz tarafidan. Bu şekilde hizmetlerimizni hazır kadar devam qilib kelyapmiz. Rahmet, Allah razı olsun. Hazırgacha yoshlar markazi qurilib, hazırgacha bo'lgan orliqda qanchalik bola kirib chiqatdi, qanchalik bola xizmatlar o'rlashdi, maktablar o'rlashdi? Yoshlar markazimiz 4 qavatdan oluşudu. Yani birinci qavat sınıf, ikinci, üçüncü, dördüncü qavatla yatak şekilde. Birinci qavatta şu balalarning derslerini, başka yığın faaliyetlerimizni şu yerda qilamiz. Hazır kadar 150'ye yakın balla, yani bir yarım yıldan aştı.
150'den artık balla kirip çıkan oldu. Ama bununla biz birinci kavat, ikinci kavat, üçüncü kavat dep ayrım bölümlendiriklik. Mesela birinci kavatta şu cemiyetki yanı da çıkıp ketken mesela. Ya mesela anısı yok, dadısı var, dadısı anlaşılmay koçuğa ketken. Ya ki bo'lmasa anası var, dadısı yok, ular bilan anlaşılmay, şuna düşünüşenmay koçuğa ketken. Ballarni biz izlab so'rab berib kimdan anglasak yoki bo'lmasa boshqalar tavsiya qiladi, uchirib beradi. Shu uchurga asosan berib ularni akilib ularga shu ko'chig'i chiqayotgan bolalarga shu shaxsiy taraqqiyot haqida anadan keyin u bolaninki shu o'zi qabul qila oladigan holatda psixologiyalik destek degandek xizmatlarni qilamiz. Bu bolalarninki eng o'zini 6 oy qoladi, bo'lmasa 3 oy 4 oy qoladi. Bu bolalar u yerga qolgandan keyin o'zini ozroq o'ngishib olgandan keyin ya uydagilarga qaytaramiz, ya da bo'lmasa maktabliga o'rinlashtiramiz, ya da bo'lmasa maktabda o'qishni xohlamasa, shu bolaninki o'zininki iqtidoriga qarata nimalarga hunarlarga o'rinlashtiramiz. Ikkinchi qavatda shu o'qishdan chekinib ketgan. Mesela burun oliy maktabga kirgan, ama 2 yil o'qib, undan keyin hech qanday bir yerdan destek ololmaganligi uchun, yordam ololmaganligi uchun bu bolalar ishga kirib ketgan. Shuna bolalar bor, bu bolalarning o'qish orzusi bor, ammo o'qish fursatidan mahrum qilib qolgan bolalar bo'lganligi uchun bizning yoshlar markazimizga kelgan vaqtida men o'qish orzuyim bor desa, biz ularningga oylik burus, aylık o'qish yordam puli, ondan başqa yatak tamaq işlerini o'rinlashtirib, bu şekilde qilyapmiz. Ama ikinci qavatda hunarga boradigan bolalar bilan shu o'qishini davom qilishni orzu qilayotgan bolalarga har qatim kirgan vaqtida 6 oylik fursatimiz bor. 6 oygacha agar o'qiymi desa, uni boshqa yerlarga o'rinlashtirib 6 oygacha turadi. Bununla hem tarix dersi, hem psikologiyalik ders, anadan keyin İngilizce kursga apirish degandek ishlarda yordam qilyapmiz. Endi 3-qavat shu zaharga xumalab qolgan bolalar. Hozir jamiyatda nurg'un odamlar hammasi masalan hozir 26 bola bor yoshlar markazimizda. 26 bolaning hammasi zahar chekadi ekan, andan unda ish yo'q. Biz buni bo'lib programma shaklida, sistemli bir shaklda olib mingliq. Birinci qavatimiz şu bayam degandek jamiyatdagi bolalar, ikinci qavatdagilar hunarga boradigan bolalar bilan o'quvchi bolalar, uchinchi qavatdagi bolalar zararlik chekimlik xuma bo'lib qolgan bolalar. Bu shaklda biz xizmatimizni davom qilyapmiz hozirga qadar. Rahmat, Allah razı olsun. Bolaninki yosh cheklimiz bormi qabul qilishning? Bolaning yosh cheklimisi 16 yoshdan 35 yoshgacha. Bu hamda o'quvchi o'qiydigan yoki bo'lmasa hunarga boradigan bolalar buning sırtıda 17 yaşdan 26 yaşgacha bo'lgan bolalar, yani ota-onasi vatanda qolib qolgan, bu yerda ya tuqquni bor bir atal, ama ularni ega chiqmagan masalan bolalar bo'ldi. Agarda bu yerda ota-onasi bo'lib qolgan vaqtimizda biz u yerga olmaymiz. Ammo ota-onasi bor turib, shu zaharlik chekimlikka xuma bo'lib qolgan bolalar bo'lib qolsa, biz uni elib zaharlik chekimlikka xuma bo'lib qolgan bolalarniki 6 oylik ayrim programmasi bor. Shu programmani u yerda uygulaymiz endi. Şu cemiyet içilganın yağı, yaşlar merkezi içilganın yağı hazırgıca meyli yaş balını yığıştı bolsun, meyli zehir günüp kalan balını yığıştı bolsun. Her kana bir kıyınçılık uçurdun mu? Kıyınçılık uçadık. Bir yaxşı yere bizden ballarının kaşığı bağa vaxtıda, yani hata yaşını kıpsağın ballar bulup kap kalsa, bula nait hicilcan. Hicilcan bir halette özünün kıpsağın hata yaşıdın hicil buludu. Yani bizden cemiyetimizge yani kirip yaşaştın mı uzaklaşıp gidiyor. Yani edem banmaydıgan mesela Uygurlar yaşamaydıgan aşındak yerlerde yaşap ketken balalar var. Biz bu balalarını berip paranlaşıp aldı bilen. Müşna yaşlar merkezimiz var, bir merkez açtık. Sizler onşuluşunu xalısanlar sizlerge yardım kılımız dep bu şekilde etkilimiz. Yani birisi bu balalar hayatın tamamen ümidini üzüvütülgen. Ama bu balaga tekrar qaytadan bir ümit beg'ishlash unchalar oson ish emaskan. Masalan, o'zini tashlab etgandan bu balalar uni asliga akilib normal bir hayotga qaytarish uchun belli bir masofa, belli bir vaqt ketadi ekan. Biz nurg'unlagan balalar bilan programma qilgan bo'ldik, nurg'unlarda mag'lub bo'lgan bo'ldik, ammo g'alaba qilganlarimiz bo'lgan bo'ldi. G'alaba qilganlarimiz jiqroq bo'lgan bo'ldi. Chunki u yerda u balalarni boshqalar zaharli qo'li bilan zaharlab asholatga akab qo'yganligi uchun bu balalarda boshqalarga ishonish yo'q deyarlik, yani boshqalarga ishonmaydi qat'iy.
Biz bularga yaxşılık qilimiz deb akilib, paranglashib, har kuni suhbat qilib, ideyasini tamamen o'zgartiradigan shaklda xizmat qilib keldik va bolalarninki asosliqi jiqi o'ngshaldi alhamdulillah. Hozir shu o'ngshalgan bolalarninki sirtdan yangidan mushu zaharlik chekimlikka kunib qolgan bolalarni ammaqliq, ammo burun zaharlik chekimlikni chekib kunib qolgan bolalarni qayta qilib olmaslik uchun ham kontrol hem ders programmalarını davamlaştırıyoruz. İnşallah aldığımızdaki 11. ayda 3. katımlık programımızı başlayımız. Ben şu programımdan azırak nima qilib qo'yasan. Program 6 aylık program. Yani zehirlik çekimlikka kunib qolgan bolalar bilan biz aldı bilan akilimiz yoshlar markazimizga. Yoshlar markazimizga kelgandan keyin 15 gün bu bolalar bilan har 3 kunda bir qitim suhbat olib boramiz. Sizler bu programını başlagandan keyin mundaq şekilde qiyinchiliklarga duchor kelisizlar, duchor bo'lasizlar. Mundaq qiynalishlar bo'ladi degandek bolalarning ideyasidan o'tkazamiz. 15 kundan keyin bu bolalar bilan so'zlashma, ya'ni to'xtam imzolaymiz. Yoshlar markazi bilan bu qarindoshlar nomidan. 6 ay ichida butunlay bizningki kontrolligimiz ostida bo'ldi bu bolalar. Birinchi ayda sirtqa qat'iy chiqmaydi. Tamaqını, yatıqını biz qilib beramiz. Yatıqida televizor degandek narsalar bor, qo'llanadigan boshqa narsalar bor. Mashq qilay desa mashq qiladigan narsalar bor. Bak kamar bu musulmon gerçi şu o'zimizning sharoitida bir narsalarni hozirlab qildik. Bolalar shu yerda yetib qopadi. Bir ay o'tgandan keyin bu bolalar dersini boshlaydi. Ya'ni xalqaroda shu zaharlik chekimlikka kunib qolgan bolalarga alayda tayyorlagan derslik programmalar bor. Bu programmani shu qarindosh tashkilotlar, Turkiyadagi ba'zi turk qarindoshlar kelib bularga ders beradi. Undan boshqa bizningki shu sog'liq bilimlari fakultetida o'qiyotgan qarindoshlar bor. Bularni kelib bizga yordam beryotdi, qo'llayotdi. İkinci ayda shu ders bilan tantarbiya saloniga boradi. Bu yerda yugurish, mashq qilish elib boradi. 3. aydan boshlab bularni biz o'zimiz belgilab bergan yerga xizmatga o'rinlashtiramiz yoki bo'lmasa hunarga o'rinlashtiramiz. 6 ay to'shqan vaqtning o'zida anadan bolalarninki qanini, anadan keyin boshqa tekshirishlarni elib berib, bu bolalarda masala yo'q bo'lib qolib qolsa, undan keyin bu bolalarga deymizki, siz agar o'zingizga ishonch qila olsangiz chiqsangiz bo'ldi, agarda chiqmaymi desangiz, yana 6 ay uzatib vaqtingizni bu yerda qilish fursatingiz bor deymiz. Shundan qarta bolalar o'zining qarorini o'zi beradi. Bu şekilde program devam kılıvatımız. Hazır ikinci programı kılıvatımız. Hazır ikinci programı var. Bunu devamlaştırvatımız. İnşallah 11. ayının biri 3. programımızı başlayımız. Başka şunda qarindoshlar bo'lsa, yoshlar markazimiz bilan aloqa qilsa, uçurlasa biz ularga agar ularning irodasi bo'yicha yordam qilamiz inşallah. Maşallah. Hakikaten bu zehir taşlash işi belki tersap oylamayın. Çünkü vatan tatiblikle bazen kinolarını gördük. Vatan şu zehir günüp kalması için her xillilikle onun karşı videolarını işleydi, kinolarını gördük. Naitlikle kıyınvatkan aletini gördük hem de. Zehir çeken insanın ki bulup melike nait kıska az bir huzur alavetinde uzun mezgillik ailesine, etrafındaki dost braderlerine işlevatkan yerin hem yerden yararlaştırılgan esken bu. Vatan tatip şunu bilip çoğun oldu. Hem çetel çıkandan keyin hem de aramızda mesela bulup mu yaşlarımızda zehir çekildiğin yaşlarımız bağlıgan anlagandan keyin hakikaten bek üzülgendim. Yani ko'nglim bek yerim bo'lganda, içim bek açıqlab nima ish qilib bundan bo'lganda. Hem Xitoyning o'yinimi deb o'yladim. Xitoyning o'ynalishi mumkin. O'sha o'ylayman hamda. Xitoyning o'ynalishi mumkin. Balda severlik yo'qmi deganda, balla ham deydi. Ba'zilar kichikkan ayna. Biz oldin qitimiz ziyorat qilgan vaqtimizda balla 2-3 yil chekibdi zahrini. Chekib bo'lgandan keyin hozir tashlagandan keyin yeshi 19 yoshgan. Yani 16-17 yoshgan. Yani atrofida cho'nglar bo'lmagan ahvol ostida shu yomon insonlar o'chirib qolgan hamon tatib ekilib zaharga ko'ndirdi o'xshaydi deb o'yladim. Siz shu zahar tashatquzish jarayonida shu boladan ko'rgan, yani sizga ta'sir qilgan so'z, ish harakatlar bormi? Albatta bor. Buni nurg'un bolalar ko'chada qolib qolgan vaqtida mayli bu Xitoyninki qari qo'llar bo'lsin yoki bo'lmasa Xitoyning maxsus rullashtirib qo'ygan odamlar bo'lsin, xoinlar bo'lsin,
Bularni chekishga tirishchilik ko'rsatdi, yeniga chekishga, tatishga tirishchilik ko'rsatdi. Bular deydiki, ya'ni ular har xil narsalarni beradi, masalan, kelgan vaqtida, masalan, yotqini urulashtirib birimiz deb boshqa narsalarni beradi. Ya'ni masalan, o eski tüskü balalarning orasiga akirib qo'ydi, ulardan o'ginadi. Ya'ni bu bir zincirsimon shaklda mangadi. Ya'ni agarda biz 2-3 yil oldida shuna qurilgan bo'lsak, masalan, chet elda shuna bir organni ta'sis qilgan bo'lsak, balkim bu balalar bugungi holatiga kelmasligi mumkin-di. Hem kelmaydi deb ochiq ayta olmayman. Chunki bizning balalar o ishlarni o'zi zo'rlab, o'zi xalab qilmaydi. Boshqalar sen detta atıp gitipse al şunu iç deydi mesela. Tuncu qadamda. Untuysa deydi mesela. Psikologiyasi buzulup ketken bir adamga nisbeten şu haldan qutuluş birinci işe hesaplanıdı. Ondan keyin onu köndürüp bo'lgandan keyin onu ko'chiga saladı mesela. O'g'irlik qilg'ili saladı. Yani bu xuddi bizning vatanda 1997dan keyingi voqealiklarga o'xshaydi mesela. Ve mesela bizden vatanın içinden Uygur balalarını oğulab içkirge ekirip, içkirge ekirgendeki bularını aşunla akı köndürdü, oğurluqı köndürdü. Köndürüp çıkıp o 7-18 yaş boğa vaxtıda bizden memleketke qaytırıp ekep koydu. Ekep koygandaki bu balalar bir buldu, birisi 2 buldu, ikisi 3 bulup muşunda vatanda muşunda avup ketkendi. Yani 1997'den keyinki bir qanchalıqan yılda bu nayt evcelip, nayt çoğun bir hadisige aylanıp qalğandı. Ama chet eldimi, şunda bir halatninki payda bo'lib qolmaslik uchun, yani Türk xalqi bilan Uyg'urlarning orasini buzish uchun qurilgan bir qiltaqqa bizning balalarning tushib ketmaslik uchun bizning Sharqiy Turkiston yoshlar markazimiz bir to'saq holatida xizmatini elib kelyapti. Men shunda bir plan içinde bulunuyatkan bir iş deb o'ylayman o'zim shaxsan. Belki shunda bo'lishi mumkin. Siz dindan to'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki qadam ahliga kelmaydi. Chunki o'zimizning vatani bo'lgan bo'lsa, har tarafdan bir maktab o'qisak yoki bir insonlar aralashsak, har tarafdan inson bo'ldi. Yaxshi bo'ldi, yomon bo'ldi. Yomonlar aralashib qolgani anda yo'lga ketib qolishi mumkin. Ammo muhojiratda chet elga chiqib shuna yaroq bir yerga kelgan vaqtimizda qanday bo'lib o köşedeki, o bulunlardaki yani hech qanday adamni izza topamaydigan, masalan, unda sotadigan insonlar, uni chekadigan insonlar, qattiq insonlar aralashmaydigan insonlar masalan. Ularni qanday topadi masalan? O'shalar aqlim o'tmaydi-ku meniki. Bir muhojirat inson bizim yerga mishat tug'ilib cho'ng bo'lgan taqdirda biz yana bularning ko'zida biz haq. Mushlar bir yana qanday bo'lib bu sotadigan insonni, qanday bu chekadigan insonni o balla 15-16 yoshga kirgan bola qanday topadi uni? Qanday tepib, qanday pul berib onu ilip çekidi. Ben şuna aklım hayrançı, şunun hayran kılmanımda. 15-16 yaş kirgen ballamda künep kaptı dese, çokum onunla birisininki zehirli kulunun uzatkanlıkını de bilsek buldu da. Eğer 30-40 kirip, bana iş çoğap kapıp çekken olsa okumadım hem de. Ama yaş durup 15-16-20 yaş kirip durup da o yola kirip kalgan olsa çokum onunla bir kıltakı düşergen buldu olayım. Bular emmisi qasdlilik, yani başqalar tarafından zehirlilik desek herkes hata olmaydı. Bu balalarning ondan qilg'isi yo'q. Bu balalarninki ba'zilar madrasada o'qigan balalar. Yani günah savabning nimaligini biladi. Halal haramning nimaligini biladi. Ama fakat şu bedenninki ihtiyacı şunu künep qilalik hamdi. Şunu künep qilganlik uchun bu balalar mecburi bir şekilde bizning jamiyatimizdan igi chiqqanlardan asta yiroqlashib ketib, boshqalarningki xizmat qildirish olatiga, saymoniga o'zgarib ketadi. Biz bu balalarni shu saymon bulab qilishdan to'saqlik hamdi. Bularga har kuni yaxshi muomala qilamiz, yaxshi paranglashimiz, masalan, nashtalikni birga qilamiz g'oya vaqtlarda. Oturup jiq sarguzashtlar var, bu yerda hammasininki sarguzashtlarini anlatib bo'lmaydi. Ammo haqiqatan yoshlarni mesela birisi uyg'unib qolgan bo'lsa, agarda pul topamagan bo'lsa, boshqani qasdlash normal ahvol. O ishlarni qilayotgan bolalarda. Şu an bundan keyin inshaalloh biz nurg'unlagan planlarimiz var, yoshlar markazi velosipedimiz bilan shu yushun tahdidlarning oilalarga kirishini to'sadigan faoliyatlarni ilib berishga planlarimiz var. İnşallah bundan keyin shu planlarimiz bo'yicha xizmatimizni davomlashtiramiz. İnşallah. Avayında ötkenlikten olmuş zehir taşatqızı için 3.
bir kararını açımız deb. Ondan keyin azim deb o'tdingiz, bundan keyingi planlarimiz bor deb. Yana boshqa planlarimiz bormi? Masalan, yani bu zehar chekayotgan bolalarga ham qarab, ya'ni abay degandagi jamiyatdagi bolalarga ham qarab qolamsizlar. Onun boshqa yana planlaringiz bormi? Yana boshqa masalan, yani cho'ngaytish to'g'risida degandek masalan bir planingiz bormi? Agar qurbimiz yetgan bo'lsa, taxmin yaxshi o'lchamlarga loyiq bir shaklda bir yer ochgan bo'lsak, nihoyatda yaxshi bo'ladi. Afsus, qurbimizdan yetmaganlik uchun kichik bir binoda bu xizmatimizni davomlashtiryapmiz hozir. Planlarimiz arasida ham shu hozir mayli Sapaköy bo'lsin, Zaytunburnu bo'lsin, ya Uyg'urlarning ichida shu ko'chaga chiqadigan ahvol nihoyatda jiq. Mesela 14 yaş bilen 22 yaş arasındaki balla ata-anası bilen düşünüşenmey, yoki bo'lmasa anısı olsa anısı bilen düşünüşenmey, ya dadısı olsa dadısı bilen düşünüşenmey, şu farklılık bağıp kalıp aradaki düşünüş meselelerde. Bu balla koçuğa çıkıp getiş ihtimali nayet yukur bulavatdı. Mesela bizden yaşlar merkezimizde kilidi, küçük ballar kilidi mesela 15 yaş, 16 yaş. Yani 2 saat 1-2'lerde kilidi. Ben öyden şikayetkendim, ben bugün bir gün yetip ağam bolsam, koçuda ya toңap kaldım, ya hapishanede kap kaldım, dep kiyim keçeklerine ait parakende bu şekilde kildi. Biz deymiz ki sen kimnin balası, nereden geldin, neymiş kılsa degendekin bula ben pustane balası, ya ki pustane maya turvatım, ya benim ata-anam yok, ya pustane ilgi çıkıvatı da deydi. Nim bula bağlığı kep kaldınlar. Dep bunu sürüştürüş arkalık biz bu ballarını tuncukini kondurumuz, ertesi ailesi bilen alaka kılıp durup ailesiga aradaki meselelerini çözgen asasda bulağa kaytırıp birimiz hem de ailesi tapşırıp birimiz. İkinci birisi şu akıl künep kalan ballağa nispeten bu mu bir yuşurun tehdit kündün künge bu cemiyetimizin tesiri bilen yani demokratik bir ülke nime vatanda yaşavatqanlığımız için urgun nesile rahat boğanlık için bazı nesile ister istemez halısak halımısak kirip kaldığı işler bulduk ki yaşlarda. Bundan ki muşularının aldığını eliş birinci vazifemiz. Bununla alakalı mesela kitap, anadınkin muşunda bir tavsiye videoları, anadınkin ve başka bunun lazimetlik bir neslerini ailelerine yetküzü arkalık muşu yaşığı tuşap kalan 14 yaş bilen 22 yaş aralıktaki ballarını kandak kılsa kontrol kılgılı buldu. Kandak kılsak muşu yolga kirip kılışının aldığını ağılı buldu. Degендek нәрселерде халқымызны агарландырыш үшін bazı planlarımız var. Bunlarını inşallah kılımız. İnşallah. Allah razı olsun. Hem hazır abayda bütünümüzdeki yaş küçük duruplar mı akşam öyküramay kıldığan yoki zehir künüp kalgan baladak yoki cemiyet ketken baladak yeşi 18-19 kiriplam cemiyet kirip tutgan ata-anası yok bala hazır asasiyetin azab menvada deb o'ylayman. Çünkü vatanning yo'li itilib qolg'ili uzun bo'lmadi. Ama müşten meni yuvasa vaqt uzargan sira vatandan chiqadigan insoni yo'q. Bo'lgan sira asosiyatan chet elliklar odam qolib qoldi. O'z yo'lini tepib asosiyatan yosh bola ekanmisan ota-onasi buludu degandek. Mesela andek balımı bara azamga deb o'ylayman. Chunki vatandan o'qish uchun chiqqanlar qap qilib, sayohat uchun chiqqanlar qap qilib, vatandagi mana zulmni ko'rib, chet el chiqib, ashna qaytil deb o'ylaganlar, ular qap qolgan uchun, yosh bola shu ingir qap demdiq. Hiç neyi qarasa şu ata-onasi ala uzib qolganiki bizim aşdan bo'lgan. Menga aşdan bo'lgan mesela. Chetel chiqqandan keyin bir necha yil aloqa bo'ldi, ondan keyin bir aloqa uzildi. Nima ish qilishni bilamiz. Chunki har vaqt qilishimiz ailemizga masala silib, nima ish qilsa ailemizga deb ashlarga bizni boshqa anda ko'ngandan keyin 17-18 yoshgacha. Ondan keyin ana bir uzib qolgandan keyin nima ish qilishni bilmay ishlamdik, o'qamdik. Yevropa ketamdik, uya ketamdik, bu ketamdik. Yendagilar har xil ishlar kirib qolgan. Hammamizni qilib baqdik. Balla mesela aşağı o'ylayman. Vatandan chiqqandan keyin hozir asosiyatan bola cho'nglab bo'ldi. Masalan, mening bilan tan uzildi deb o'ylayman vatandagi aloqalar insonlarniki. Asosiyatan yosh cho'ngab bo'ldi. Shunaqalarga yamoyga kiritidigan zahar chekadigan uch bolalarniki azab soni azab ketdi deb o'ylayman. Yaşlar merkezimizdeki ortaya çıkışı bilen vatandan çıkıp şu algı kep kalgan balla asaslıkı azaldı. Yani asaslıkı bir kança altı basamakı kelgen oldu. Ama bundan keyin bu balla devamlı kelish ihtimalligi bor. Çünkü şu 14 yaş bilen 22 yaş arasındaki balla bilen
Hazır mayada yoğunluğundakin balla ma cemiyetninki tesiri aslında ata-anasınınki memleketteki ballarını başkuruş nimesi bilen fark bolganlyk üçün düşünüşemeydigan ahval naiti eğer. Bununla alakadar hem de bizim cemiyetlerimiz, anadakin başka teşkilatlarımız muşuna alakalı bazı hizmetlerini işlişige naiti ihtiyaç var dep qarayım ben şahsen. Bundan ki muşularınki kep qilishdan ben pek qo'rqaman. İnşallah biz bunun qo'limizdan kelishcha yoshlar markazi bo'lish sifatimiz bilan nima qilamiz, ya'ni cheklaymiz, to'sqinlik qilamiz. Ama başka teşkilatlarning bularga qarta aktif bir şekilde hizmet işleşi ata-onalarninki bolalar bilan bo'lgan munosabatini yaxshilashga yordam berishini men umid qilaman. Rahmet Allah razı olsun. Ahırkı sözünüzden alsam, ekradaki yaşlarımızga, çoğunlarımızga ve müştahilika zehir künüp kalan yaşlarımız deydiğen yürek sözünüz var mı? Ben ahırda şu halkımızga yaşlar merkezine hem de lakımında bir tunuv algan iş barca, məxsus aşı zəhər çəküçülər üçün xizmət qılğan organ dep muşunda tunuv alganlar barken bu ergüz mu yaşlar merkezi məxsus zəhər taşlat quzuduğan urundan ziyade muşu ata-anası yok, cemiyetke çıketken ve okuş istegi ba, okuş nimistin məhrum qalğan qarindaşlarga bir tutaş yerden beradigan bir organdır. Şarkı Türkistan Yaşlar Merkezi hazır 26 balık kılıvatıdı merkezimizde. Ama bunun alakası 65 balığıyla hazır her ayda alakalıp bulanın ahvalını sorap turvattımız. Yani 65 diyen hem de atanısı yokmuş ne balla. Bu ballardan onşalgan ballardan bazıları nimeki ketti mesela. Özbekistan'a ketti işligili. Kırgızistan'a ketkenler var, başka devletlerge ketkenler var mesela. Bu yerde məxsus bu emas, yani bölüm şekilde hizmetler elib berilyaptı. Anadaki mümkün bolsa şu ata-analar 16 yaşdan, 14 yaşdan, 22 yaşgacha bolgan ballarni, mayli qiz bolsun, mayli o'g'il bolsun, bularni tekshirib, tadqiq qilib, agarchanda g'alati ahvollar yuz bergan vaqtida mayli doktorlar bolsun aramızda yetişken, yoki bo'lmasa yoshlar markazimizdagi ba'zi o'quvchilar bolsun, bular bilan aloqa qilish orqali tavsiyalarini elishni men tashabbus qilaman, tekshirib turishini bolalarninki. Tekshirilib turishini umid qilaman. Ondan boshqa shu yoshlarni shu zararlik chekimlik deydigan narsalardan uzoq turishiga anadaki hozirgi shu oilada yashayotgan va oiladan chiqishni kutib turayotgan bolalarga ailedeki ta'lim tarbiyani qabul qilib uydagilarni rahatsız qilmaslikni umid qilaman va boshqa tashkilotlarning xizmatimizni qo'llab-quvvatlashini, ondan boshqa her tarafdan yordam berishini umid qilaman. Rahmet Allah razı olsun. Rahmet Allah razı olsun. Sizden Allah razı olsun. Hazırgi çıkıvatkan hizmetin hakikaten çoğun bir hizmet hep olayman. Çünkü bir dava hizmeti bu. Yaşlarımızı yaxşı yolga elip kiriş. Belki şu onşulgan balla onşulmay men evegen bolsa, ne kirip onşuluşun bilamagan bolsa bunun için qanday yo'llar kirib ketdi Xudoyim o'zi bildi. Onşulgan ekan tig'im yaxshi bo'lib bundan keyin hatta muhim shaxsi bo'lib qilishi mumkin deb o'ylayman. Ben işinimi? Yani hazır mesela 9 tane bala önerge berivatıdı mesela. Belki kelgüsüde muşularının planlarını kılımız mesela oturupça şirket kurumuz sana. Sen önemli ügünüp boğandayken baylar var bizden baylar. Olan meblağ salıdı. Onadayken sana şirket açımız. Bundan terakki kılırsa, bundan maşina alırsa, öy alırsa, toy kılırsa, vatan davası için esini koşursa. Dep bularını toxtumay ümitlendirimiz hem de. Ümitlendirip muşuna planlarını tüzüp kıpırıklık. Ama vallahi şu planını gerçekleştirmek için yani hakikatke çıkış için tırışçılık gösterdi demdi. Ana emmele oylagandek adli gınan bir iş emas Yaşlar Merkezi'nin hizmeti. İnşallah bundan keyin yani hizmetimizi devamlaştırırız. Allah razı olsun. Yolunu tığım uçup kessin, işini tığım asamap kessin. Amin amin. Bundan keyin hizmetinizga utuq tilayman inşallah. Amin inşallah. Sizga ko'p rahmat. Ben ko'pdan ko'p rahmat programmamiz mishacha qildi, Allah razı olsun. Bugungi programmamiz mishacha qilamiz inşallah. Avsamiy qarindishimizdan Allah razı olsun. Hakikaten yaşlar merkezin qilayotgan xizmatlari nihoyatda
jiq deb o'ylayman, chunki normal o'qituvchilik qilish yoki boshqacha shaklda yetaklashdan qaraganda mandakiligi bir narsaga qattiq ko'nib qolgan bolalarni yana manda tatib akirish ta'sir o'ylayman, chunki oldingi qitim biz ziyorat qilgan vaqtimizda yoshlar markaziga shu bolalarni ziyorat ichida bo'lsin, ziyorat sirtida bo'lsin paranjishgan vaqtimizda burun chekayotgan vaqtlarida hayotidan, kelgusidan ne xizmat qilish, hamma nimadan umidini uzib o'tganligini, menda ashna xiyol qilib yashaganligini, har xil yo'llarga boshurganligini, ashna gaplarni qilganda, yani Allohga shukr dedim, yani shu yoshlar markazining yaxshi qurilibdi, misha kelib tashlayapti deb. Va undan boshqami yana zahar chekayotgan yoshlarimiz bor ekan. Chekayotgan yoshlarimiz yana shu yaqinda kelib yoshlar markaziga kelib tashishini umid qilaman va cho'nglarimizning mo, xalqimizning mo, qolgan yoshlarimiz mo yoshlar markaziga kelib ziyorat qilishini umid qilaman inshaalloh. Eshik ochiq, Alloh xolsa. Ochiq. Rahmat, Alloh razı olsun. Unda bo'lsa bugungi programmamiz mishacha bo'ladi. Kelar qism programma ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga omonat.